Kuch adolatdadir. Amir Temur. Jangda yengish-yengilish taqdir pardasi ostida yashirin. Jasurlik bu xatar oldidagi sabrdir. Mamlakatimiz mustaqillikni qo'lga kiritgan kundan boshlab jismoniy tarbiya va sportning milliy xususiyatlarini rivojlantirish hamda takomillashtirishga e'tibor kuchaydi. Chunki bir haqiqat barchamizga ayon. Hech narsa mamlakatni sportchalik dunyoga tezda tanita olmaydi. Ushbu haqiqatni bot-bot takrorlagan respublikamiz prezidenti ma'rifat va ma'naviyatni rivojlantirish bilan bir qatorda yosh avlodning jismoniy tarbiyasiga, sport ishlarini yanada yuksaltirishga, o'zbek jang san'ati sport turining maqsadi zamonaviy yoshlarga buyuk polvonlar va dovyurak ajdodlarimiz kabi bo'lib yetishlari uchun jang san'atini o'rgatish orqali ularni har tomonlama yetuk, jismonan baquvvat, ma'nan va ruhan rivojlantirish barobarida O'zbekiston tarixiga, madaniyatiga, an'analarimizga qiziqishini kuchaytirishdan iborat. Kamtarinlik, halollik, sabrlilik, o'zini nazorat qila olish va ruhiy jihatdan kuchlilik kabi fazilatlar esa uning bosh g'oyasini tashkil etadi. Yurtboshimiz ta'kidlaganidek, tomirida milliy g'urur, vatan ishqi jo'sh urmagan odamdan jasorat kutib bo'lmaydi. Biz shunday muhit yaratishimiz kerakki, yurtimizning har burchagida, har bir fuqaro qiyofasida ozod va obod vatandan faxrlanish hissi ko'zimizni yashnatib tursin. Har bir sport turining o'z vatani bor. Koreyada taekwondo, Yaponiyada karate, Tailandda muay thai, Rossiyada qo'l jangi, universal jang, Amerikada kickboksing, Xitoyda esa ushu. Ushbu sport turlarining har birida o'ziga xos jang san'ati mavjud. Shuning uchun ham ular bir-birini takrorlamaydi. Ko'p asrlik tarixga ega turli harakatlar orasida sharq yakka kurashi va jang san'atlari alohida o'rin tutadi. Aytishlaricha 5000 yil muqaddam Iroqda topilgan yakka kurash tasviri